xursand bo'lib ketaman. To'g'risi, sevimli bo'lish uchun inson avval o'zini sevish kerak ekan. Bundan oldin bu haqida umuman o'ylamagan edim, lekin o'ylashim bilan bir haftaga qolmasdan qo'limga keldi. Shunaqangi chiroyli upakovkalar qilib berishdi. Bu men xohlagan Dyson. Dilanora yozig'i bilan, serdichkalar bilan 100% original. Eng oxirgi trenddagi sakura rangidan 2 yil garantiyalari. Eski modeliga qaraganda 2 barobar kuchliroq ishlaydi. Ikkinchi korobkani ochamiz. Misol uchun, men ro'moldaman. Meni sochimni hech kim ko'rmaydi, o'zim va oila a'zolarimdan tashqari. Lekin shunga qaramay, o'zimga eng oxirgi model Dyson'ini ravo ko'rdim. Dyson taroqlari. Aytishingiz mumkin, puling bor deravo ko'rasan dedi. Anam qachondirli bitta geldili dush uchun ham xursand bo'lganman. Ya'ni o'sha juda ham shirin hidli geldili dushni o'zimga ravo ko'rganman. Atrofimizdagilar uchun faqat chiroyli ko'rinishga harakat qilib, o'zimizni esdan chiqaramiz. Holatingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha holatingizga qarab har doim o'zingizlarni sevinglar, hurmatli ayollar. Telefon qo'ysa ham bo'lar ekan. Qachonki siz o'zingizni sevsiz, atrofingizdagilar ham sizni qadrlashadi.